dunyodagi 7-8 milliard insonni har birini отпечаткасы, ya'ni barmoq izi bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. O'shani hisobiga har bir inson o'ta individual insonlar. Ya'ni qaysi sherigim menga do'st bo'lishi mumkin, qaysi sherigim menga shunchaki sherik bo'lishi mumkin. Birinchidan do'st bo'lishga majbur emas. Ikkinchidan o'sha sherik boshqa, do'st boshqa. Startap bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'sha berilgan va'dalarimizni bajarishimiz kerak. Va'da eng qimmat narsa aslida. Va'da deganda bu 3 oylik, 6 oylik yoki qog'ozdagi va'da emas, haqiqatdan o'zimiz ishongan aytgan va'dalarni bajarish. Tak, ismim Hikmatullo, yoshim 25, 6 ga qarab ketyapti. Oddiy oiladan, ziyolilar oilasidan, ota-onam o'qimishli organda va iqtisodchilar oilasidanman. Yoshlik unchalik zo'r o'tmagan bizda, sababi o'sha internet qimmat edi. Maktabda juda yaxshi o'qiganman, har bir o'qituvchi juda ham yaxshi ko'rardi. Shahodatnoma, ya'ni attestat, diplom hammasi deyarli 5 ga yopilgan. Lekin unchalik yaxshi o'qimas edim aslida. Haligacha shu narsa saqlanib qolgan, har sohadan bir shingil. Ya'ni o'z vaqtida o'ta sho'x, o'ta jinnixona, o'z vaqtida juda ham aqlli, esli hushli bola. Haligacha bu narsa saqlanib qolgan. Hayotdagi orzuyim va anaqam yoshlikdagi orzuyim bu lyotchik, ya'ni uchuvchi bo'lish edi. Haligacha samolyotga chiqib maza qilaman, uchuvchi bo'lish edi, lekin o'xshamadi. Shundan kelib chiqib baribir uyimdagilar, onamlar forma kiyishimni xohlab, meni temir yo'lga yo'naltirishdi. 3 yil temir yo'l kollejida o'qidim. O'zbekistondagi eng nufuzli kollejlardan biri edi o'sha vaqtida va meni hayotimdagi juda katta boom bergan, boost bergan, meni hayotni o'rgatgan joylardan, vaqtlardan biri. Ya'ni temir yo'l formasi va temir yo'l kolleji bo'ladi. Zafar aka Hoshimov Korzinka asoschilari, ularda ham anaqa uchuvchilik anaqalari bor, litsenziyalari bor. Nasib bo'lsa, men ham ozgina o'sha ishlarni yaxshilab olib, qaysi momentga kelganda men ham o'sha hobbilarim bilan shug'ullanishni boshlayman. Boya aytganimdaqa, yoshlik juda zo'r o'tmagan, ya'ni oson o'tmagan. Va ancha vaqt oldin o'sha maktab davrlaridan o'sha mustaqil hayotga kirib borganmiz. Shuni hisobiga yoshlikda o'sha tirikchilik qilish kerak, pul topish kerak, masalan, hatto eng kamidan o'zini anaqasidan nima edi, xarajatlarni yopish kerak. Shu uchun har xil joylarda ishlab ko'rganman. Masalan, lavash pishirishni bilaman hozirgi vaqtda. Restoranda ishlaganman, masalan, idish-tovoq narsa-parsalar bo'yicha. Undan tashqari qurilishda ishlaganman. O'sha vaqtlarda bulardan tashqari uyda kompyuterimda onamga rahmat. O'sha vaqt 20 minglik Ustilikon tarifi bo'lardi, uyiga internet, juda ham sekin tarif. O'shani ulatganman va o'sha yerda YouTube'da o'sha IT ni o'rganishni boshlaganman, ya'ni Android dasturlashni. Xato bu istalgan xato bir marta qilish imkoniyati bor. Muammo nima deydigan bo'lsangiz, bitta xatoni qayta-qayta qilish. Bu eng yomoni. Ya'ni mana istalgan inson istalgan xatoni bir marta qilib ko'rish imkoniyati bor. Bitta xatoni qayta-qayta qilish bu o'sha muammo. Bu holatda u inson o'chi yo'q bo'lgani yaxshi. Ya'ni agar xatolardan xulosa chiqazmasa, taroziga qo'yasiz. Ya'ni xato va u insonning kerakligini qo'yasiz, qaysi tomon og'ir bossa, o'sha tomonga yon bosasiz. Masalan, agar u inson haligacha ham sizda muhim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi marta ham kechirishingiz mumkin. Xiyonat kechirilmaydi deb o'ylar edim. Lekin degan joyi bor. Xiyonat nima degan savolga javob topib olish kerak avvaliga-da. Insonlar o'zgaruvchan, xiyonat hamma uchun har xil narsa. Masalan, men sizni do'stingiz bo'lishim mumkin va men inson sifatida boshqa insonning ham do'sti bo'lishga haqqim bor. Sherik ham xuddi shunaqa. Agar siz bilan sherik bo'lib turib, boshqa inson bilan sherik bo'lib, ya'ni boshqa agar yo'nalishda sherik bo'lsa, bu uni shaxsiy haq-huquqi. Punktual gapirgan gapiga javob bera oladi yoki javob bera olmasa gapirmaydi va o'sha qilayotgan qarori qayerga olib ketayotganini oldindan biladigan va xatosini tushunadigan insonlarni hurmat qilaman. Hozir aytgan narsalarimiz 2017-yil bo'ladigan bo'lsa, 2 yil davomida men IT ni, ya'ni dasturlashni har bir yo'nalishni o'rganib ko'rdim. Ya'ni o'sha payt C++ dan boshlandi, u qiyinlik qildi. Keyin HTML, CSS o'rgandim. U yerda ham CSS ga kelganda u ham qiyinlik qilishni boshladi. Kod ko'payib ketgan sari. Undan keyin Java o'rganildi. Javadan keyin o'sha vaqt Android eng aktiv vaqt edi. Android versiya endi chiqib kelayotgan vaqt edi. 2-3larida adashmasam. Android telefonlarda o'yinlar o'ynab ko'rib savol tug'ilgan, nimaga men o'zim o'yin yarata olmayman. Shundan keyin Android dasturlashga o'tganman. Android dasturlash bu Java'ning ustida qurilgan. O'sha vaqt Java'ni fundamentalini o'rganib olib, keyin Androidga o'tganman. Androidda bir 6-7 oy narsa-parsa o'rganganimdan keyin bitta kompaniyaga stajyor, intern bo'lib ishga kirganman. U yerda o'sha 7 oy davomida Android dasturlash o'rganganman. Keyin Rossiyaga ketib qolganman. Yoshlik qilib, to'ra o'tda bo'lib, yana o'sha kompaniyaga qaytganman.
u yerda yana 9 oy ishlaganman. Уже keyingi 9 oylikda tushunib yetganman. Men ishlash uchun, ya'ni ishlash deganda naimda, ya'ni oylikda ishlab, umrni o'tkazib yuborish uchun dunyoga kelmagan ekanman. Nima uchun deydigan bo'lsak, juda yomon vaziyat bo'lgan. 14-sentyabr 2019-yil opamning tug'ilgan kuni bo'lgan. Men 13-sentyabr kuni boshlig'ning yoniga kiryapman-da, aka ertaga javob bering, opamning tug'ilgan kuni deyapman. Menga kelgan gap ishlaringni yopib bo'ldingmi degan, tasklaringni tugatib bo'ldingmi deganda, miyada bum qilgan. Agar yopmaganimda keta olmasmidim, ya'ni opamning tug'ilgan kuniga bora olmasmidim degan savol o'zi qiynashni boshlagan. Keyin tushuntirganman, hammasini yopib bo'ldim, desam ruxsat berganlar. Tug'ilgan kunga bordim, masalan, o'tda o'tirdim va keyingi 3 kunlik yagona miyamda aylangan narsa shu. Qanaqa qilib men bog'lanib qolishim kerak? Nima uchun men erkin bo'la olmasligim kerak? Ertaga masalan, o'sha vaqtlar qaysidir gapam anaqa bo'lib qoldi, ya'ni anaqaga aytiladi. Ertaga farzandingni majlisiga otasini chaqirsa, sen ishxonangdan chiqib bora olmasang, sen qanaqa bo'lasan degan anaqa какой-то motivatsion gap bor edi. O'sha narsa ham miyada aylanib yurganda, уже 17-sentyabr kuni borib akalar, men bo'shayman deganman. Birinchi uyda переговор ketgan. O'sha 3 kun davomida bo'shayman desam, boya aytganimdek uyimdagilar o'sha doimiy oylik bilan davlat ishida ishlab kelgan insonlar, "Yo'q, bo'shamaysan, ertaga pensiyang bor, staj ketish kerak, anaqa oylik, stabillik" deb juda qarshilik qilishgan, lekin o'sha baribir borganman deb bo'shayman deganman. 19-sentyabr kuni уже ishdan bo'shaganman va birinchi o'zimni kodimni yozishni boshlaganman. Ya'ni o'zimni mustaqil karyeramga ilk kod yozilgan kun 2019-yil 19-sentyabr bo'ladi. Hech qachon esdan chiqmaydigan paytda. Hech kim investor bo'lmagan, oiladan 3 ta F anaqasi bor, family, friends, uchinchisini aytmayman. Tak qarzga kirib ketganman. O'sha vaqt akamga rahmat, u yerda ham pul olib turardim. Nima uchun qarzga kirib ketganman? Sababi plan bilan ishdan bo'shamaganman-da. Ya'ni pul yig'ib keyin ishdan bo'shamaganman. Shunda to'pib borib, bo'ldi men bo'shayman degan. O'sha vaqt qo'limda $200 pulim bor edi. O $200 pravaga o'qiyotganim uchun pravaga to'lab yuborganman. Ya'ni 0 so'm bilan qolganman. Akamdan o'sha paytlar pul olib turardim. Katta summalar emas, 300 ming, 400 ming. Uni olib reklamaga tikib ko'rganman, uni olib frilanserga berib, o'tdan kod yozdirib olganman. Shuni hisobiga birinchi $93'imni 7,5 oyda topganman. Ya'ni 2020-yil 23-mart kuni Hamkorbankdan $93 pul olganman. Xullas, Praveni imtihoniga deb bergan pulini men olib, pokistonlik frilanserga to'lab yuborib, o'tdan app olib, ya'ni kodini olib, kodini o'zgartirib, o'zim Play Marketga chiqazib, o'tdan reklamalardan pul qilib, mana shunaqa qilib 8 oy vaqt ketgan. Boshqa yo'lim yo'q edi. Boshqa yo'lim yo'q edi. Ya'ni B variant yo'q edi. Keyingi variant akam qurilishda ishlardilar, prorabli, akam yonida. Baribir yo'q variant. Ikkinchisi, bilmadim, soham bo'yicha qaytishim mumkin edi ishga. Yo'q, bu narsa qarang, ishga qaytish bu 7 oyda emas, keyingi 2 yillikda tark etmagan. Ishga qaytsammikan, tinchgina oylik ishga qaytsammikan deb. Bu o'rtada Artelda ishlab ko'rganman 1,5 kun. Boshqa sabab bilan Prime degan elektrotexnika zavodi bor, u yerda 2 kun ishlab ko'rganman. Ya'ni baribir uydan bosim bo'lgan, baribir ishla, stabil ishla degan. Ichkaridagi baribir nostabillik bo'lganda, borib qani nima bo'lar ekan deb borib ko'rganman. 2 kundan keyin yo'q, men orqaga qaytishim kerak deb qaytaverganman orqaga. Ertalab yagona uyg'otadigan narsa aynan shu-da. Ya'ni sen bu uchun yaralmagansan. Sen dunyoga kelib nimadir qilishing kerak degan savol keladi bo'ldi. Bu payt yo'q edi, u payt telefon uchun mobil ilovalar eng mashhur payt edi. Ya'ni hamma veb saytlardan appga o'tayotgan davr edi. 2019, 2021. Qaysi bozorlar deydigan bo'lsak, SNG, O'zbekiston, Rossiya, mana shu MDH davlatlar bozorlari aynan appga o'tayotgan davr edi. Masalan, birinchi applarimni ko'rsangiz, sevgi she'rlari degan app qilganman masalanda. Ichida har xil vaziyatlarga, sevimli insoniga, ayoliga, masalan, sevgan qiziga 3 oyligi, 6 oyligi, 1 yilligi gadavshinalari uchun tabriklar masalanda. Shunaqa kolleksiya qilingan, odamlar itak qidirib topib ishlatardi. Odamlar ishlatsa, menga reklamadan pul kelardi. Ichida bitta appim bor edi, o'qituvchilar kuni uchun tabriklar kolleksiyasi. Ichida bir 100 ta she'r bo'ladi. Mana shundan boshlangan hammasi. Hisobchi AI bu 2025-yilda paydo bo'lganini hisobga olsak, bundan buyog'iga AI siz hech narsa bitmaydi. Ya'ni AI bu уже tabiiy kirib kelayotgan narsa. Masalan, bitta ish qilishga
10x energiya ketayotgan bo'lsa, hozir 2x bilan bityapti. Aynan shu uchun AI. Ya'ni AI bu buyog'iga har bir inson bilan bor narsa. Buni ichida produkt qilib olish, o'sha har bir inson bilan birga bo'lib olish degan narsa. Oxirgi deylik 5 yildan beri o'sha o'zim pul topaman, o'zim ishlataman, komandam bor ba'zida, ya'ni oyliklar, anaqa xullas umumiy anaqa pul boshqaruv muammosi. O'zi statistikaga qarasak, dunyoni 50% dan oshiq insonida moliyaviy savodxonlik absolyutno yo'q. Masalan, menga o'xshagan deylik, ya'ni shaxsiy puli bor va biznes puli bor insonlarda juda ham katta og'riq bor. Bu ikkita pulni birlashtirib yuborish, ikkita cho'nchakni. Ya'ni shaxsiy pulni biznesga tikib yuboradi, biznesdan xohlagan vaqt pul yechadi cho'nchagiga va bu ertaga biznesni o'ldirib yuboradi. Va bunaqa insonlar atrofimda juda ham ko'p edi. Va ularning har biri hozir hisobchiga ishlatyapti. O'zim ya'ni og'riq mana shunaqa paydo bo'lgan. Ularni ko'rganman, men o'zimdagi og'riq va o'sha 5 yillikda men bir necha 10 ta pul boshqaradigan mobil ilovalar ishlatib ko'rganman. O'sha ko'pchilik biladigan mashhurlardan tortib, mashhur emaslargacha. Ulardagi eng og'ir muammo nimaki? Siz har doim kirasizda raqamlarni bosib, kategoriyani tanlab, anaqa qilib o'tirishingiz kerak edi. Bu narsa odam uchun xos narsa emas-da, siz uchun tabiiy emas. Kirasiz, kalkulyator ochasiz, raqamlar yozasiz, kategoriyani tanlash kerak. 3 oy ishlatasiz, bo'ldi, qolib ketadi. 2 oy ishlatasiz, qolib ketadi. Aynan shu og'riqdan kelib chiqib AI qilingan. AI bu sizni gapingizni tushuna oladi, kontekstni tushuna oladi, aqlli ishlagani uchun AI da hisobchi AI qilindi. Ya'ni o'sha aynan oxirgi 10 yillikda kelayotgan eng mashhur o'sha pul boshqaradigan mobil ilovalari AI varianti. Shunchaki sizni tushunadigan aqlli varianti. Birinchi tug'ilgan ideyadan oladigan bo'lsak, уже 99% bajaryapti. Ya'ni maqsad prosta anaqa edi. Bo'ttoy голосовой yuborib qo'ydingiz, yozib qo'ydi. Голосовой yuborib qo'ydingiz, yozib qo'ydi. Maqsad prosta shu edi. Hisobchi AI birinchi versiyasini qarasangiz xuddi shunaqa edi. Голосовой yubordingiz, sizga tekst qilib qaytarib beryapti. Hech qanaqa interaktiv statistika narsalar yo'q edi. O'sha hisobchi AI nimaga aylantiryapmiz? Haqiqiy yordamchiga. Ya'ni masalan, nimagadir xarajatingiz ko'p ketib qolsa, sizga aytadi. Masalan, men bunga ko'p xarajat qilyapsan. Men bu joyga anaqa qilsang, urg'u bersang, mana buncha ekonom qilasan. Voh qo'zi. Ya'ni shu darajaga olib chiqishimiz kerak. Sinash davri eng prikolniy, eng qiziq davri. 35 minglik fakapdan keyin eng yagona tushunib yetgan narsam birinchi o'rinda sotuv. Bu odam o'zini sotish kerak, g'oyasini sotish kerak, mahsulotini sotish kerak. Agar bu uchalasini ham sota olmasa, bu odam ham, mahsuloti ham, g'oyasi ham kerak emas. Agar sota olmasa, hayot bu sotuvda. O'shandan keyin tushunib yetganman. Bitta orqaga qaytamiz. Aynan o'sha 35 minglik fakapimda ham yagona meni muammoyim sotmaganman. Men 4 ta bolani olganman, komanda Impact ofisida o'tirib, faqat o'tirib kod yozganmiz. Zo'r produkt qilganmiz. Solishtirish uchun Yandex, Google qilgan prinsiplardan foydalanganmiz. Ya'ni ular bilan teng narsa qilganmiz. Lekin ko'chaga chiqib sotmaganman. Bu bizneslarga chiqib, keyin mana bunaqa narsa bor demaganman. O'shaning uchun 4 oy, 5 oy ishlaganmiz. Zo'r produkt chiqazganmiz, lekin sotuv bo'lmagan, pulim tugagan, burnout, выгорание bo'ldi, yopilgan. O'shaning uchun o'sha keyingi 2 yillik faqat o'zim ustimda ishladim, faqat sotuvni yaxshilash uchun. Va 25-yilga kelib, og'riq ko'rdim, ideya keldi. Boya aytgan tanishlarimning yoniga bordim. Sen biznesingni qanaqa boshqarasan? Anaqa. Sen qachon cho'nchagingni ajratasan, shaxsiy pulingni anaqani? Aka, hisob-kitobimni yurg'iza olmayapman, Excel ishlata olmayapman. Notion'ga yozsam qolib ketyapti, tudan. Keyin men senga bot qilib beraman. Mana shu голосовой yuborasan, o'zi boshqaradi. Vau, shunaqami, qila olasizmi? Da, qila olaman, $20 oyiga. Olasanmi? Da, aka, tayyorman. Ber $20. Короче, 3-4 ta odamdan shunaqa qilib $20 dan pulini olganman. Hisobchi AI birinchi MVP'sini boshlaganmiz. Prototype. Hali prosta gapingizni tushunadi. Hech qayerga yozib qo'ymang, aqlmaydi, siz gapirsangiz gapingizni tushunadi. Shu holatga keltirdik. Keyin o'sha oldingi xatolardan kelib chiqqan narsam, shu vaqtgacha single founder edim men, ya'ni yolg'iz asoschi edim va bu narsa charchatgan odamni, ya'ni odatda yolg'iz bo'lganimdan keyin ko'p narsani prosta tashlab yuboraman. Men ijodkor insonligim hisobiga produkt yaralguncha bo'lgan jarayondan hamma kayf olib qo'yaman-da. Keyin uni sotib, kengaytirishga to'xtab qolishim mumkin agar yonimda push qiladigan odam bo'lmasa. Yoki qo'shimcha mas'uliyat bo'lmasa-da, sherik bo'lmasa. O'shani hisobiga marketingdagi inson tanishlarim bilan suhbatlashishni boshladim, ideyani aytdim, ya'ni sotishni boshladim va Oqil degan og'aynim bor edi, o'sha eski tanishlardan. U aytdi, "Bu прикольно, давай вместе qilamiz, birga qilamiz" dedi. Keyin "Давай" dedim. U bilan sherikchilik boshlandi, hamma narsa kelishib olindi. O'sha boyagi ideyadan birinchi sotuvgacha 12 kun vaqt ketdi. O'zimizni pul bilan ko'taryotgandik. Sababi unit ekonomika o'ta plusda edi. Tikayotgan pulimiz 2x, 3x bo'lib qaytyapti, уже birinchi, ikkinchi oydan. Lekin men
ozgina giperaktivroq insonman va kattaroq narsa xohlaydigan odamman. Oqilli ko'p переговорga tortardim. Davay venture yo'lidan yuramiz. Nima uchun deydigan bo'lsak, biz keyingi 3 yillikda masalan kompaniyani exitga qarab harakat qilyapmiz. Ya'ni keyingi eng kamida 3 yilda 10-15 million atsenka baholanishi kerak va bu uchun venture yo'li muhim. Ya'ni bootstrap qilib 3 yil ko'tarib yurish qiyin. O'shaning uchun men aytardim har doim go investitsiyaga derdim va shu bilan matching bo'ldi. Yoshlar Venturesga biz masalan ma'qul keldik. Yoshlar Ventures masalan bizga ma'qul keldi. Shuni hisobiga mana shunaqa matching bo'lib investitsiya уже bo'lib ketib qoldi. $20 3 tasidan olganman. Bu degani $60 boshlangan birinchi puli. Lekin hammasini qaytarib berganman. Sababi bizning obuna pulimiz $3 edi. Qaytarib berib, men kartani ulab sotib olib aytganman, sotib olishgan. Bizda hozircha narxi haligacha bu narsa topilyapti, qidirilyapti. Biz narxi xohlagancha o'yna olamiz. O'zi meni g'oyam qanaqa edi? 15 ming so'm qilib qo'yaman va massiviy, butun O'zbekiston ishlatsin degan g'oyada edim. Ya'ni arzon qilib qo'yamiz, ko'pchilik ishlatsin. Keyin Oqil bilan o'sha sherigim bilan maslahatlar, diskussiyalardan kelib chiqib, to'xta boshlanishiga sal narxi oshiribroq, lekin haqiqiy loyihaga tushunadigan insonlar ishlatsin degan ma'noda 37 ming qildik. U qayerdan keldi? Lavash pulida. O'sha vaqtlarda hali kompaniya plyusda emas edi. O'zi startap odatda plyusda bo'lmaydi. Agar optimizatsiya qilib o'sishni sekinlashtiradigan bo'lsak, уже plyusga chiqardi kompaniya. Lekin o'sish sur'ati juda ham past bo'ladi. Biz 3 yilga reja qilgan narsa masalan 5 yilga cho'zilishi mumkin. Sababi bootstrapping har doim ham oson narsa emas-da. Odam cho'nchagidagi pulni qoringa ishlatgisi keladimi, kompaniyaga tikish kerakmi degan narsa bor-da. Shuni hisobiga o'sish sekinlab qolishi mumkin. Bizda o'sha hali kompaniya plyusda emas edi, lekin unit ekonomika plyusda edi. Ya'ni $1000 tiksak, $2000 qaytardi. Ya'ni 10 ming tiksak, 20 ming qaytardi. Ya'ni unit ekonomika o'zi shakllangan, sotuvlar bor, o'sha o'sishga tayyor holatda edik. O'zim ichimda o'ylaydigan narsam bor. Hayotda faqat oltin o'rtalikni qidirib yashayman-da, lekin oltin o'rtalik mavjud emas. Eng yaqinini topa olasiz. Ya'ni narx bu degani hozir 100 ming qilib qo'ysam, biznesim men uchun narxim zo'r, marjam katta, lekin sota olmayman. Hozir masalan 100 ta odam olayotgan bo'lsa, 9 ta odam oladi keyin 100 ming qilib qo'ysamda. O'shaning uchun har kun konversiya solishtiriladi. Marjani eng oltin anaqasi konversiyani, ya'ni nechta odam sotib olish. O'shani eng oltinni solinadi-da. Masalan, nima desam bo'ladi? Bitta odam sotib olsa hozir men agar 100 mingga sotsam, deylik, 70 ming menda marja, sof foydada. Men undan ko'ra 100 ta odamga 37 mingdan anaqa qilsam-da, u yerda 17 mingdan meni marjam bor-da. 100 tada 170 ming pul ishlayman. Ya'ni qayerda ko'proq pul ishlayman degan savol bor-da. Hozirgi kunda hisobchi AI bir 10 xil alternativasi bor. Men o'zim ham LinkedInda hisobchi AI endi ochilgandagi anaqasini postini yozdim-da, hisobchi zapus qildik desam, bir 20 ta inson yozgan, bu meni ideyamida, men shunaqa narsa qilmoqchi edim, 2 yil oldin qilmoqchi edim, 1 yil oldin qilmoqchi edim. Telegramning o'ziga yozishadi, aka men shunaqa ideya qilmoqchi edim, oldin qilib qo'yibsiz, omad deyshadi. Bu nima degani? Ideya yashaydi qachonki u amalga oshganda. Alternativalari bor, yashashyapti. Biza raqobat qilyapmiz, biza har kuni o'syapmiz. Ular ham o'ssa, zo'r raqobat bo'ladi va raqobat yaxshi narsa. Pul masalasiga keladigan bo'lsak, mana ya'ni tekshiruvlardan o'tasiz, sizga qancha pul kerak? Masalan, venture qancha pul tikyapti? $50,000. Nima uchun tikyapti? Siz u narsani keltirib berasiz. Masalan, menga 6 oylik xarajatlarim masalan $50,000 bor. Buni menimcha foizi marketingga ketadi, menimcha foizi oyliklarga, menimchasi operatsionni rasxodlarga va boshqalar deb siz smetangizni keltirib berasiz. O'sha pul tikildimi, aynan shu narsaga ishlatishingiz kerak o'sha. Ya'ni o'sha oldindan aniq qilingan, nima edi, ko'rsatib berilgan rasxodlar, shu narsalarga tikishingiz kerak plan bo'yicha. Keyinchi deydigan bo'lsangiz, 6 oy tugadi. Asosiy maqsad mana 6 oyda siz A nuqtadan B nuqtaga yetishingiz kerak. Masalan, 6 oy oldin siz oyiga $4,000 topyaptidingiz, $50,000 6 oy yoqib, ya'ni ishlatib, siz $15,000 chiqishingiz kerak. Masalan, oyiga MRRga. 6 oydan keyin siz $15,000 MRR pul topishni boshlaydigan bo'lsangiz, yana bitta raund ko'tarasiz. Уже birinchi olingan pulingiz 6 oyda tugadi. Siz oyiga masalan MRRingiz 15 mingga chiqdi yoki sizni oylik ishlatadigan foydalanuvchilar soni masalan 10x o'sdi. Endi keyingi raundda siz yana investitsiya jalb qilasiz. Xuddi shu sikl aylanaveradi. Ya'ni xuddi shu sikl qaytadi. Keyingi 6 oylik uchun yana siz A nuqtangiz masalan 15 ming bo'ldi. B nuqta qanchaga chiqmoqchisiz? Qancha xarajat kerak bunga? Qancha pul kerak? Yana bularni aniq qilasizda, yana venture yurasiz, yana raund ko'tarasiz. Bu raundlar ketaveradi. O'sha pre-seeddan boshlanib, seed, series A, B, C, D qilib
ketaveradi. Bu oxiri o'sha startap yoki IPOga chiqquncha yoki exit qilib kompaniyaga sotilib ketguncha yoki cash cow deyiladi, biznesga aylanib ketguncha bu narsa saykl aylanaveradi. Sherikchilik masalasida eng muhim narsa hozirgi yosh startaperlar deylik yoki biznesdagi insonlar yoki o'sha sohaga kirib kelayotganlar his qilish kerak bo'lgan muhim narsa bordi. Deylik, ob'yom masalasida aytadigan bo'lsak-da, ya'ni mana bunday bentoni sizni butuni sizga masalan 200 grammlik anaqada non deylik, условно. Sizda katta tortda to'yi tortini yarmisi aynan shu narsa foiz ko'pchilik foizda anaqa keladi-da, men senga buncha foiz berib yuboramanmi, jinnimisan, bunaqa. To'g'ri, foizda o'ynash kerak. Lekin bugungi kundami yoki 3 yildan keyinmi degan narsalar bor-da. Bugun foizda talashib, ertaga ajralib ketib yoki anaqa bo'lib ketish, bu o'sha long termga o'ynash kerak demoqchiman, uzoq muddatga. Mana asosiy narsa nima? Kelishuv. Hamma narsa aniq, tiniq yozib, kelishib olingan bo'lishi kerak. Bitta sherikchilikda bir marta yeganman. U okey narsa. O'shandan olingan xulosalardan keyin hali sherikchilikda muammo bo'lmadi. Endi mana yaqinda boshladik. Bu nima degani? Bog'iga nasib bo'lsa, istalgan agar anaqa yo'nalishda, sohada men sherik bilan ishlayman degani. Dunyodagi 7-8 milliard insonning har birini отпечаткasi, ya'ni barmoq izi bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. O'shani hisobiga har bir inson o'ta individual insonlar. Ya'ni qaysi sherigim menga do'st bo'lishi mumkin, qaysi sherigim menga shunchaki sherik bo'lishi mumkin. Birinchidan do'st bo'lishga majbur emas. Ikkinchidan o'sha sherik boshqa, do'st boshqa. Startup bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'sha berilgan va'dalarimizni bajarishimiz kerak. Va'da eng qimmat narsa aslida. Va'da deganda bu 3 oylik, 6 oylik yoki qog'ozdagi va'da emas, haqiqatdan o'zimiz ishongan aytgan va'dalarni bajarish. Asosiy maqsadlarim hozirgi kundagi ko'proq o'sha biznes bilan bog'liq. Ishonganlarga rahmat, ishonmaganlarga ham rahmat. Ular uchun masalan harakatga keladi odam. Endi men drive olaman. Ikkinchi masala o'sha aynan ishonch. Komanda bor, menga ishongan. Men o'ylamayman, чтобы berilayotgan oylik uchun men bilan debdi. Ular o'sha ishonib men bilan ishlashyapti. Ularning ishonchini anaqa oqlash kerak, чтобы ular kutgan narsasini bera olishim kerak. Bu bir. Ikkinchidan aynan shu narsa ishonch bu. Investorlar ishongan, sherik ishongan masalanda va mana bu yerdagi 100 mingta odam ishongan. Ya'ni mijozlar masalasida. Aynan shular bo'yicha ishonchni oqlab yashash kerak. Ochiqcha aytadigan bo'lsak, men ham sherigim ham masalan biz o'tirib, o'zimiz pul tikib, kichkinagina kompaniyacha bo'lib qolishimiz mumkin edi agar masalan yoshlar ventures bilan yoki istalgan ventures bilan ishlamaganimiz edi. Ya'ni bular bizga tezroq o'sish uchun bizga benzin beryapti-da. Bu faqat pul emas, bu o'sha network, PR, media va boshqalar bo'yicha. Istalgan vaqtimizda qanaqadir muammolar bo'lsa, borib maslahat olamiz. Investitsiya olish uchun startap qilishadi kimlardir. Shuni hisobiga investorlar tomonidan startaplarga ishonch tushib ketgan, startaplarda ishonch qolmagan, pul ola olmayapman deydi. Va hokazo narsalar, bu narsaga chuqur kirish kerak. Hobbi sayohat qilish yaxshi ko'raman. O'tda keyingi masalan 10 yillikda, endi 10 yillikda emas, mayli umrim oxirigacha deylik, dunyoni o'sha 2 davlatini har birida bo'lishim kerak. Va bundan 9 tasi amalga oshdi hozirgi kungacha. Stop peribor bo'ladigan bo'lsa, sezonma выгорание bo'layotgan bo'lsa, yagona qiladigan ishim shu. Yo ketib qolaman chet elga, ya'ni samolyotga uchib ketib borsam bo'ldi yoki o'sha mashinada uzoq yo'lga, bu viloyat, qaysi viloyat yoki chetga chiqib ketish, hayot tarziga o'tib qolingan. Ya'ni istalgan zarba bu очередной zarba. Ya'ni that's okay. Dalda shart emas bu. Balki daldan o'zi shu, ya'ni qabul qilish. Yagona suyanch, dalda, do'st va shu o'rinda dushman men o'zimman. O'sha narsa sinmaslik kerak, живучий bo'lish kerak. Tegirmonga chiqsa ham butun chiqadi degan gap bor. O'shanaqa живучий bo'lish kerak-da. Farqi yo'q, uni skill, mahorat, talant, pul, absolyut ikkilamchi narsalar ular. Birinchi o'rinda живучий, yiqildingmi tur, yiqildingmi tur, yiqildingmi tur. A o'xshamadi B o'xshamadi C. Главное, to'xtama, o'lib qolma. O'lib qolma bo'ldi. O'sish kerak, o'rganish kerak, skill oshirish kerak, yangi level up qilish kerak bo'ladi. Birinchi o'rin immunitetni baland qilish kerak. O'sha boyaga gap hayotim davomida bu degani o'sha deylik keyin oxirgi 5 yillik deylik yoki 10 yillikda barcha ishongan va ishonmaganlarga rahmat. Nasib bo'lsa harakat qilamiz 100x yanada teparoq o'sishga har tomonlama shaxsiy, biznes, startap bo'yicha. Biz endi boshlaymiz nasib bo'lsa. Bu boshlanish.